Ijtimoiy tarmoqlarda oxirgi bir necha kun ichida keng jamoatchilikning salbiy e'tirozlariga sabab bo'layotgan mavzu. Jizzax viloyatidagi ayrim oshxonalarda mijozlarni ko'paytirish maqsadida tadbirkorlar Jizzax somsasi ichiga polietilen paketlarga pul o'rab sotib, turli xil aksiyalar o'tkazishmoqda. Muxbirimiz Xurshidjon Eshqobilov mazkur mavzu yuzasidan mutaxassislar bilan suhbatlashib, polietilen paketlarining inson organizmiga ta'siri haqida reportaj tayyorlagan. Jizzaxda mijozlarni somsaga chaqirishning yangicha uslubi o'ylab topildi. Tadbirkorlar tomonidan reklama berishning turli ko'rinishlarini ko'rgandik, ammo bunisi oldingilaridan biroz farq qiladi. Yonimda turgan mana bu Jizzax somsasi ko'pchilikka ma'lum va mamlakatimizda anchagina nom ham qozongan. Lekin bugun uning xaridorlarini yanada oshirish maqsadida ichiga mana bunday pullarni polietilen paketlariga o'rab sotishmoqda. Ammo bu umuman gigiyena qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Odamlar pul uchun kimlarningdir sog'lig'ini o'yin qilishgacha yetib borgani achinarli. Polietilen paketlarining zarari esa ancha yomon. Polietilenga pul o'ralgani o'zi bu sanitariya qoidalariga rioya qilinmagan holda, ya'ni pulni o'zi kir hisoblanadi. Uni o'sha kir pulni qo'llari bilan o'rab salofanga solganini o'zida o'sha sanitariya qoidalariga rioya qilinmagan hisoblanadi. Polietilen o'zi u zararli moddasi ko'p, uni o'zi qo'rg'os shundan ishlab chiqariladi. O'shaning uchun bu faqat shu kasallik deb emas, bolalar yeydigan kukuruzni anaqalar bor, shirinliklar bor. O'shalarga ham mana shu qiziqtirish, shu pul chiqargan desa, ko'proq sotib oladi deb o'ylagan maqsadda qilingan narsa bo'lgani uchun o'sha joylarda ham shu narsani ko'rganman-da. Bir necha kun ichida sog'lig'ingizda o'zgarish sezmasligingiz mumkin, ammo oradan ma'lum vaqt o'tib, jiddiy kasalliklarga ham sabab bo'lishi aniq. Polietilen o'zidan formaldegid toksin ishlab chiqaradi. Bu misol uchun har xil kasalliklarga olib keladi. Formaldegid ko'p miqdorda aniqlansa, bu saraton kasalligiga olib kelishi mumkin. Hozirda mazkur holat yuzasidan dastlabki surishtiruvlar boshlangan. Nima bo'lganda ham o'z nafsi uchun o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'yishga hech kimning haqqi yo'q. Joyida informatsion dasturi. Xurshidjon Eshqobilov, Zafar Ilyosov, Toshkent.